Faqat yong'oqli pirog qovurmasdan trenddagi piroglardan ham qilib turinglar. Uni ustiga juda ham oson bo'lsa, tuxumni chaqib, shakar solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Ko'pirgan massa ustidan o'simlik yog'i, sut, eritilgan sariyog' yoki margarinni solib yana mikserlab olamiz. Men sifatda tengi yo'q, ona margarindan foydalandim. Elangan un hamda razrixlitelni solib, yaxshilab mikser qilamiz. Qaytgancha duxovka 170 gradusga yoqilgan bo'lsin. Eski pergament qog'ozi qo'yib, massamizni solib tekizlab olamiz. Mazali nachinka tayyorlaymiz. Idishga tvorog, shakar, kraxmal, xohishga ko'ra smetana yoki tvorojniy sir solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ishlashga oson bo'lishi uchun tvorogli massamizni qopchaga solib, ko'rsatilgandek qilib siqib chiqazamiz. Deyarli ko'pchiligimiz yong'oqli, olmali, olchali piroglarni tayyorlashga odatlanganmiz. List to'la barakali mazali pirog oila a'zolaringiz uchun yangilik bo'ladi. Ko'rinishi chiroyli, hidi yoqimli, mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang. Faqat yong'oqli pirog qovurmasdan trenddagi piroglardan ham qilib turinglar. Uni ustiga juda ham oson bo'lsa, tuxumni chaqib, shakar solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Ko'pirgan massa ustidan o'simlik yog'i, sut, eritilgan sariyog' yoki margarinni solib yana mikserlab olamiz. Men sifatda tengi yo'q, ona margarindan foydalandim. Elangan un hamda razrixlitelni solib, yaxshilab mikser qilamiz. Qaytgancha duxovka 170 gradusga yoqilgan bo'lsin. Eski pergament qog'ozi qo'yib, massamizni solib tekizlab olamiz. Mazali nachinka tayyorlaymiz. Idishga tvorog, shakar, kraxmal, xohishga ko'ra smetana yoki tvorojniy sir solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ishlashga oson bo'lishi uchun tvorogli massamizni qopchaga solib, ko'rsatilgandek qilib siqib chiqazamiz. Deyarli ko'pchiligimiz yong'oqli, olmali, olchali piroglarni tayyorlashga odatlanganmiz. List to'la barakali mazali pirog oila a'zolaringiz uchun yangilik bo'ladi. Ko'rinishi chiroyli, hidi yoqimli, mazali pirogimiz tayyor bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa nodirangizni duo qilib, yurakchani bosib qo'yishni unutmang.